3-qavatda og'ayni, Salimxon degan bir domlo. U har doim baholarni eshikning oldiga yopishtirib qo'yadi. Ha, raqamimda oxiri 355. Bo'pti, qo'ng'irog'ingni kutaman. Alo. Eshitaman ona. Ona, hozir juda ham bandmen. Sizni muammolaringizni hal qiladigan holim yo'q. Akamga telefon qiling. Bo'pti, xayr. Alo. Ha, eshitaman, yaxshi xabarlar ber. Tur? Ha, Xudoga shukr, rahmat yaxshi xabaring uchun og'ayni. O'zim ham ishonmayapman qanday bu imtihondan o'tdim. Uncha harakat ham qilmagandim. Bo'pti og'ayni, kech payt mendan bir dasturxon. Mayli, ko'rishamiz. Baxtli odam ekansan. Ha, bu imtihon masalasimi? Ha, o'zim uncha harakat ham qilmagandim. Bor yo'q 2 soat urindim. Do'stlarim esa 3 kun 4 kun harakat qilishgandi. O'zim ham ishonmayapman qanday o'tganimni. Men bu imtihonni demayapman og'ayni. Seni onang senga qo'ng'iroq qildi. Onang senga qo'ng'iroq qilsa, bu nima degani bilasanmi? Qani edi men 1-2 soniya ham bo'lsa onamni ko'ra olsam. Ola ovozini eshitish yoqda tursin. Bilasanmi, agar onam menga qo'ng'iroq qilganlarida men telefonni o'chirmasdim. Harakat qilardim onam bilan soatlar gaplashsam. Yo'q, bu nimaligini sen bilmaysan. Mana ko'rasan, hali biroz vaqt o'tsin, ko'p emas, biroz vaqt o'tsin, ana o'shanda sen nima demoqchi bo'lganimni tushunasan. Hozir esa sen imtihondan to'r oldim deb suyinyapsan. Ammo shunday kunlar keladiki, qani edi onamda ovozni bir marta eshitsam deysan. Ammo bugun onangni ismini telefoningga muammo beruvchi deb yozibsan. Bilasanmi, agar meni onam hayotda bo'lganlarida men ismlarini nima deb yozardim telefonimga? Dunyodagi eng aziz inson deb yozardim. Men buni so'zlarim bilan tushuntira olmayman. Haqiqiy baxt yaxshi baho olish emas. Haqiqiy baxt ona bilan telefonda gaplashishdir. Men senga faqat bir maslahat beraman og'ayni. Jannatda bir eshigi men uchun yopilgan. Ammo seni jannatin eshiklaridan biri yopilmasdan harakat qil do'stim. Alo onajon, nimadir olib ketayotgandingizmi? Rabbing faqat uning o'zigagina ibodat qilishni va ota-onaga yaxshilik qilishni amr etdi. Agar huzuringda ulardan biri yoki ikkisi ham keksalikka yetsalar, bas ularga uf dema. Ularga ozor berma va ularga yaxshi so'zlar ayt. Isro surasi 23-oyat.